Hozirgi kundagi eng kassa pishiriqlardan biri bo'lgan haqiqiy trifle retsepti hamda tortadan mana shu boks yutib olmoqchi bo'lsangiz videoni oxirigacha ko'ring. Bu retseptni men $50 rus konditeriyadan sotib olganman. Sizlarga tepa-tekinga beraman. Trifle retseptini video opisaniyasida batafsil yozib qoldiraman. Konkursdagi savatga keladigan bo'lsak, bu savat sizlarni har bir yili yutib olishinglar mumkin. Buning uchun video tagida belgilangan Torto Uz va Emotion Tour profillariga obuna bo'lgan bo'lishinglar va shu video tagida eng ko'p o'rtog'inglarni belgilashinglar kerak. Eng ko'p o'rtog'ini belgilab eng ko'p kommentariy yozgan qizga bir hafta ichida shu sovg'ani o'zim qo'lim bilan topshiraman. Viloyatdan bo'lsanglar shaxsan o'zim pochtadan jo'natib beraman. Konkurs 100% haqqoniy bo'ladi. Har bitta kommentariyani o'zim sanab, tekshirib, podpiska bo'lganinglarni ko'rib, sovg'ani eng ko'p kommentariy egasiga hadya qilaman. Agar sizlar uyda o'tirib daromad qilmoqchi bo'lsanglar, men videoda ko'rsatib bergan trifle'im ayni muddao video opisaniyasida yozilgan retsept bo'yicha tayinlasanglar qizlarjonlar bittada o'xshab chiqadi. Trifle idishlarni Chorsu Beshi bozordan topsanglar bo'ladi. Torto mahsulotlari ham Chorsu Beshi bozorida do'konlarda bor. Torto mahsulotlari bilan trifle'laringlar yanada mazaliroq, albatta tayyorlab daromad qilinglar.